Pasholi mashinik tizimda telefonni qo'yib qo'ydim. Yaqinda menga bitta o'ris xotin telefon qilyapti. 90 kodi bilan telefon qilib turib nima deydi? Mobius nomerimga telefon qilib, sizni telefoningiz yaqinda bloklanadi, to'lovni amalga oshirib qo'ying deydi. Odatda o'zi agar bloklanmoqchi bo'lsa, puli qolmagan bo'lsa, SMS tarzida keladi. Mobius kompaniyasidan bu yoqda mashiniklar telefon qilib shunaqa deyapti. Pasholi tizimda qo'yib qo'ydim. Keyin 95 kodlidan telefon qilyapti, ya'ni Uzmobiledan nimaga telefonni qo'yib qo'yapsiz, nimaga unaqa deyapsiz deydi. Keyin yana qo'yib qo'ydim. Keyin yaxshilab surishtirsam, bilsam, bular mashiniklar meni ovozimni ham yozib olar ekanda. Agar o'xshab qolsa, men ularga SMS kodni berib qo'ysam, ular telefonimdagi hamma pulni yechib oladi birinchidan. Keyin boshqa kontaktlarimni, nomerlarimni ham hammasini o'ziga oladi-da, keyin ularga telefon qiladi meni ovozim bilan. Sun'iy intellekt shunaqangi rivojlanib ketgan, mashiniklar ham ishlatyapti-da. Ularga ham telefon qilib, men masalan Mirfayozman deydi-da. Menga pul tashab ber, kod boradi deb turib, ularni ham pulini, ularni kontaktlarini uxlatib, pullas mana shunaqa rivojlanib ketibdi. Ogoh bo'linglar. Hamma narsaga ham ishonavermanglar. Bu videoni hamma narsaga ishonadigan do'stingizga jo'natib qo'ying. Aytgancha yana bitta narsani aniq ayta olamanki, smartfonlarni zo'r narxda asahi.uz saytidan xarid qilishingiz mumkin.